Assalomu alaykum kanallarımız, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi o'yinimizda sizlarning e'tiboringizga 2 qavatli 195 kvadratmetr bo'lgan Podkulich xonadonini ko'rib, tanishib o'tamiz. Toshkentdagi proyektdagi azizlar ajoyibot qurilgan mustahkam etib, местоположениyadan zo'r, Kench tumanida Ptisani boshida azizlar Sharshara kafesiga ham yaqin yerda joylashgan xonadonimiz. Tayyor, to'g'ri kirib yashayverasizlar. Ajoyib bir mestada marshrutdan ham gaz, suvdan ham muammosi yo'q yerda joylashgan. Bismillah deb giramiz. Girgandan birinchi hovlisi bo'ladi. Keng tushgan bir yerda liboy turdagi bir mashina sig'adi azizlar. Yanda yana yashil hududi bor, tapchan qo'ymagan messalari ba'zida. Fasad qismi travitin qilingan, ham balkon ham bor. Shiprinterlar alifalla qilingan, tanlovlar ham o'rnatilgan, hurmatli do'stlar. Stupenka ham qilingan, usti chiroyli kafel ham qilganlar. Sokol qismlari ham kafel bo'lgan, ko'cha vodoprovod ham chiqqan. Gaz, svet, suv sho'chlar ham qo'yilgan. Ikki sho'ch ko'chada, suvniki ichanda bo'ladi azizlar. Ishlar ham ajoyib, sifatli, ishlarning siklni yarma demir ishlaran. Hurmatli do'stlar, bismillah deb girdik. Girgandan bu yerda azizlar dalon bo'ladi. Birinchi dalon qismi ham keng tushgan, enina bir 3,5 metrlar deyin. Ba'zilar 3.30 lar uzinasi, orqayin bir 6-7 metrlar chiqadi. Chiroyli qilib yana ukologlar ham o'rnatib qo'ydilar. O'ng tarafda bu yerda rakovinasi bor. Akkurat izini qo'yganlar. Suv gap turibdi, nasos qo'yilgan. Chap tarafimizda bu yerda pirxushkalar ham o'rnatilgan. Elektrik avtomatlari bu yerda joylashgan. Bedening настенный двухконтурный котелlar, reduktorlari, bedening nasos qo'yganlar, stabilizatorlari, hammasi taq holatida aboylar ham mo'yishi aboyladan. Azizlar, xonadonimizda ayrim jihozlar qoladi, ayrimlari ketadi. Genda mulk egasining o'zlari bilan gaplashib, kelishib olaverasizlar. Qaysi vajini qoldirishini, qaysini olib ketishini o'zlari aytadilar azizlar. Chap tarafimizda birinchi spalni, ya'ni yotoqxona qismi, bu yerda zal qismi bo'ladi. To'g'rida esa oshxonasi, o'ng tarafda bu yerda lesisadan keyin sanuzellar joylashgan. Yuqorida bir zal, 2 spalnisi bor. Yerimizda yana spalni qismi bo'ladi. Enina bir 3.20 lar bor. Uzinasi, hurmatli do'stlar, 4 metrdan ziyodroq. Oboy qilingan, ya'ni ajoyib mo'shi oboylardan, aynalar ham plastik ramodan. Yanimizda zal qismi bo'ladi. Zal ham keng, azizlar. Zalının uzunluğu bir 8 metrlardan bor. Oboy, yarki oboylar, perdelar asılgan, görüntülerinizi chiroyli qilib taxlaganlar azizlar. Zal qismini. Bu tarafimizda televizor zonasi ila. Lyustralarni chiroylisindan o'rnatganlar. Gilamlar döşalgan, yormaydan MDF eshiklar qo'yilgan. Bu yerda televizor zonasi bo'ladi. Lesninsamiz quyma, tayinda bir mayda juda qo'ymagan mesalari bor. Tarafimizda sanuzelning akkurat yig'ib chiqarganlar, kafel, polni, потолок natijoi, vanna, unitaz, rakovina hammasi qo'yilgan. Tarafimizda esa azizlar oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamiz ham keng tushgan, kuxnya mebellar, gazlar, vichishkalarning, bu yerda kiyim mashin o'rnatilgan. Duxovka, mixrovka hamma o'zlari bor ekan. Hurmatli do'stlar, xolasangiz ayrim jihozlar bilan xolasangiz, sizlar kelsangiz, pulni hamma ish bilan olsangiz bo'ladi. Bo'lmasa taqirdan gaplashib olsangizlar ham bo'ladi. Bundan ozgina bir mestasi bor, maydachida qo'ymoqqa. Endi yuqoriga qavatdan ko'rib o'tamiz, hurmatli vatandoshlar. Lisensiamiz qo'ymas, mustahkam etib ishlangan. Yuqoriga chiqqanman. Chapda bir, to'g'rida 2, bu yan tarafında 3. xonasi. Endi de sanuzeli bo'ladi. Hozir xonasini ko'rib o'tamiz. Uyimiz ham keng, bir 5 metrlar bor. Yana 3.30, 3,5 markaga chiqadi. Tarafimizda zal qilingan azizlar. Zalimiz ham 8 metrlardan bor. Yana hurmatli do'stlar, shu 3.30, 3,5, shuning kami 3.30 bor. Keng zal, televizor zonasi bu tarafda, oboydan chiqqan. Yandaning balkon ham ba'zilar. Ajoyib bir chiroyli xonadon bilan bir yerda ko'rib, tanishib o'tyapmiz. Kimda do'ylardan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mulk egasini yoniga olib kelamiz, o'zlari bilan savdosini qilib olishingiz mumkin azizlar. Bu ham tarafimiz spalni bo'ladi, ya'ni diski spalni. Azizlar, yana patologlar natija bo'lgan. Hayatlarning gilamlar döşalgan, laminat pol, registrlari bor, aynalari plastik ramlarından. Tarafimizda yana bir sanuzel, ikkinchi sanuzel kafel qilingan. Akkuratni joy.
Caylarımıza gəpsiz buluşu mümkün emas. Əzizlər, narxı 850 milyon so'm ayrımcı xazlar bilan. Xalasanız əzizlər takırını alsanızlar, amma xalasanız həmməcə bilan alsanızlar, amma gəlişəcək halda, lakin ayrımcı xazları bilan 850 milyon so'm aytıb tutdular. Üstündə gəlib sodalaşıb alışlarınız mümkün. Kvadrat metri 195 kvadrat metr. Hürmetli vatandaşlar. Orientir Şərşələ kafesinə yaxın desək болады. Putisanın başında əzizlər köprəm yaxın. Acayip bir mesaj alacağınızda gazı, suyundan muamması yok yerdə çalışkan hürmetli vatandaşlar. Ve təfsir məlumatı için ekranda nominal kaldırımız. Kanallarımıza abunə olub, videolarımıza like basqı hissdən çıxmasın. Həmmiyə sağlıq, salamətlік dilimiz. Keyingi vaxtlarda sağaman görüşkünce xeyirləb qalamız.